Klubnika sezonda даже Jennifer Lopez ham yaxshi ko'radigan shunaqa qulupneli rulet o'rgataman. Qulupni ko'p paytda mazza qilib tayyorlab ko'ringlar. Birinchi bo'lib rulet uchun biskvit tayyorlab olish kerak. Tuxum va shakarni oppoq holga kelguncha taxminan 10 minut atrofida mikser qilamiz. Ko'pirib chiqqan tuxumli massaga salat va yog' solib vinchikda aralashtirib olamiz. Undan so'ng unli massalarni bitta qilib tuxumli massaga ikki qismga bo'lib solamiz va aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan biskvitni listga qo'yib tekislab olamiz va 160-180 gradusda 25-30 minut atrofida pishirib olamiz. Biskvitimiz pishgach, issiq paytida dumaloq rulet shaklida qog'ozi bilan o'rab qo'yamiz. Agar o'ramasa, sovuq payti sinib qolishi mumkin. Endi navbat marojniy kremga qaymoq, sigushonka va vanilini solib, yaxshilab quyilguncha mikser qilamiz. Men orada pushti rang ham qo'shib yubordim. Agar qaymog'imiz yog'li, oppoq va biroz suyuq bo'lsa, kremimiz bittada o'xshab chiqadi. Keyin sovigan biskvitni propitka qilamiz va krem solib tekislaymiz. Va shirin pishgan klubnikalarni solib ruletda o'raymiz. Agar xohlasanglar, boshqa mevalardan ham foydalansanglar bo'ladi. Xullas, ruletda o'rab, morozilkaga 2 soatga qo'yamiz va xohishga ko'ra dekor qilamiz. Bizani ajoyib va yengil ruletimiz tayyor bo'lgach, uydagilar bilan mazza qilib yeb olamiz. O'sha gap, videoga like bosmaganni biskvit ishmay qolsin.